Sorun talmaydigan har qanday kirim massigan ishgal chespasini cho'qim o'rganinglar. Çiçimizni o'tirdan arvagan keyin 4 barmoq kengligida bu ikki tarafdan arvalmiz aldiga qolgan çiçimizni keynimizga taraymiz. Aldidan qaraganda mandaq, yantu qaraganda mandaqa. Manda inchik pechurda çiçimizni amal va egiz qilib bo'g'imiz. Üstü çiçimizni ankimda yanki chashlarimizni tatib ko'ptirmiz. Çiçimizni mushta yugab birini tug'asak bo'ldi. Aldık çiçimizni mushta tog'lan tarab, ma çiçimizning keyniga yugaymiz. Ma o'xshash chich qisqalamada qarchaz bilan qisvasak bo'ldi, bo'lmasa, shu ma tükkan chichimizni yugab pechur bilan bo'g'asak bo'ldi. Bu chichimizni mo azroqdan tatib, yana ko'ptirmiz. Chichimcha qaraq ko'ran sulatdan keyin yuzim kichik sulatdi desanglar, mana jafa chordan birini ilib, ma vanz to'rinlarga toliq olsanglar, shunda chiroyli qo'qildilik. O'zinglar sovshin qilgandeklar. Hem asan hem chiroyli naqmishda issiq vaqtlarga bek mos kelgan chashpasini chichimizni o'tirni arib tarib olamiz. Enkin azroq chichimizni ar qo'yib, qolgan chichimizni keyniga tarib bo'g'imiz. Chichimizni bo'g'gan keyin yana o'xshashlar tatib ko'ptirib olamiz. Chichimizni tug bo'lgandan keyin yana mush yog'an chichimizni taqib olsak bo'ldi. Texnik so'rovliq chiqsa bo'ladi desanglar, mandaq chichimiz o'xshaydigan narsalarni ma azroq suyfarimizni ilib, tarab bunda besilib, mayaqanni akvasa hilgandek suyfar chiqadi. Anki ma qo'lqimizning yindiki chashlarni shunday tarab qo'ysak, texmoylik yuzimiz kichikroq ko'rindi. Ishkil tarafni qo'ysak bo'ldi. Anki bek qanday to'z ketga yalanib, shunday tarvasak bir xil pakiz chiqdi. Menimcha bu yog'ancha shamma qizlarning qo'li bo'lishi tegishli deb o'ylayman. Shunda ishlatishchanlikka yuqori aniqayndan 3 xil rangi chiqadi. O'zinglarni chichiq masalasiga evasanlar bo'ldi. Pulni shunda